Mana shu ko'rib turgan tunikafon fasonlarda bugun qanday qatirilishi, tunikafon detallari, reykalari necha santimetrga tortiladi, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin esa Erkin Tunikafon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi mana shunday tunikafonga oid bo'lgan noyob hamda foydali ma'lumotlarni faqatgina Erkin Tunikafon kanaliga joylab boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, videomizga like bosing. Unda biz videomizni boshladik. Birinchi o'rinda mana shu robotxonamizni razmerini aytib beramiz. Eniga 4,5 metrlik, uzuniga 20 metrlik robotxonamizga mana shu tunikafon fasonimizni tushirib beryapmiz. Ko'pchilik do'stlarimizga, uyini tunikafon qildirmoqchi bo'lib yurgan do'stlarimizga xuddi mana shu tunikafon fasonimizni tavsiya qilamiz. Bu alkafonga o'xshash tunikafon fason ishimiz bo'ladi do'stlar. Ko'rib turibsizlar, polni oppoq 10 yil, 20 yil o'tsa ham modasi o'lmaydi do'stlar. Hozir endi videolarimizni boshlaymiz do'stlar. Sizlarga biz o'zimiz qo'limizdan kelgancha bilgan mana shu razmerlarimizni aytib beramiz. Kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz do'stlar. Videomizni masalan hamma detallarini bo'yicha terib oldik. Birma-bir bukilishigacha hamda nech rasod ketishigacha, yonboshiga nech rega tortishigacha aytib beramiz. Bunda menga yordam beradi usta Sayfin akamiz. Akamizni ko'pchilik taniydi. Erkin Tunikafon jamoasining eng zo'r ustalaridan biri bo'ladi do'stlar. Akamiz juda ham samimiy, ko'p xonadonlarda ish qiladi. Uyda egalari ko'rib, nima desam, ko'pincha duo qilib, ustaga malades. Akamiz 95-yil, to'g'rimi aka? 95, 31 ga kirgan bo'lyapsiz. 30 ga ketyapmiz endi. Shunaqa ketyapsiz, lekin yoshiga qaraganda ko'proq stajga ega. Chunki ustachilik qilayotganingizga ancha bo'lgan aka. Gideta qancha? 2012-13-yillardan beri ustachilik qilamiz. Maktab paytlaridan beri. Akamiz ustasi bor. O'zimiz Andijon Asaka Labgardon mahallasidamiz. Mahallamiz ustasi bor, Afsonat akamiz. Akamiz ham ustasi bo'ladi. Bizga ham ko'p yordam bergan. Shu akamizning shogirdlari bo'ladi do'stlar. Afsonat akamizni ko'pchilik taniydi ustani, to'g'rimi? Salom. Ustaga salom. Unda videoni boshladik. Birinchi o'rinda endi razmerlarni aytib o'tamiz. O'rtada ko'rib turibsizlar, prostavkasi deb qo'yamiz. Shular qatirladi. Eng cheka devorning chekasidan 76 sm qochirib, reyka tortiladi ikki chekidan. O'rtamiz nechi qolsa ham shunga qarab biz ikki qator tortganmiz. O'sha chekalar bilan 4 qator reyka tushgan bu oraliqqa. Xolasizlar 5 qator, xolasizlar 3 qator torsanglar ham bo'lasizlar joylardan kelib chiqib. Endi chekani nolini olib reyka qatirganingizdan keyin eng chekada osmamiz turibdi. Shuni 11 sm pastroq qilib reyka tortasiz. Undan keyingisini esa necha santimetr bo'ladi usta? Undan keyingisini 8 sm. 8 sm nolidan keyin 8 sm tushiriladi. Eng chekida reykani masalan reykani devorga yopishtirib tortsa bo'ladi. Necha santimetr qochiramiz devordan ikkinchi qator reykani? Ikkinchi qator reykani birinchi qatorni 6 sm qochiramiz. Ikkinchi qatorni bo'lsa 6 sm-dan keyin 8 sm qochiramiz. O'shi 14 sm devordan qochirib reyka tortsak bo'laveradi. Endi mana shu figuralarimiz bo'ladi. Mana shularni tushuntirib beramiz. Eng chekiga bu biz to'rtburchak karnizimiz bo'ladi do'stlar. Mana shu karnizimiz qatiriladi. O'shi 21 rasoddan bukib chiqariladi. Mana bu joyi nakaneshnilik bo'ladi. Sabab bu figura kirib ketish uchun. Bu ham 21 rasoddan, bu ham 21 rasoddan bukiladi. Yuzasi ko'rib turganlardek o'rtacha 6 sm mi? 8 sm. Bu yuzasi 8 sm, to'g'rimi? Bu yuzasi 8. Eniga 4 sm. Eniga 4, yuzasi 8, eniga 4 qoladi. Undan keyin nakanashnik bo'lib ichiga kirib ketadi bu figuramiz. Buni yuzasi necha bo'ladi aka? Buni 12 sm. Sababi bu yerga 2 sm, karnizimizga 2 sm kirib ketganda. Ko'rinishi mana shu shaklda bo'ladi. 10 sm qoladi. 10 sm, 2 sm kirib ketishi bilan o'yda 10 sm qoladi. 10 sm ko'rinish qoladi. Mana sizlarga ko'rsatib beraman. Eng chekada qatirilgan mana shu figura, undan keyin kirib ketgan u burchakni ko'rsatamiz. 10 sm qolgan, to'g'rimi? Bundan keyin mana bunday delar tushaveradi, to'g'rimi? Delar. Mana shu delarni shunday qo'yib qo'yiladi. Bu nakanishni bu yonboshidan qatiriladi ham bo'ladi. Uni ko'rsatib qo'yamiz orqalarigacha. Mana shu joydan reyka qatiriladi, to'g'rimi? To'g'ri. 14 sm reyka qochirib qatirgandan keyin mana shu yonboshidan qatiriladi, 14. Shunga qatiriladi. Yonbosh. Iloji boricha maksimal darajada sizlarga tushunarli bo'lishi uchun do'stlar videoda olishga harakat qilyapmiz. Undan keyin bu delar qo'yiladi. Bu delar shunday qo'yiladi. Shuni 2 sm ichiga kirib ketadi. 2 sm. Keyingi profilimiz qaysi edi? Bu ham 21 rasoddan bukilib chiqiladi. Bu ham 21 rasoddan. Buni yuzasi 10 sm. Yuzasi 10 sm, bu chekasi mana shunday 7,5 sm. 7,5 tili 1,5,
orqada qolib ketadi unga ham nakinish, to'g'rimi? Endi sal tushuntirib beramiz, qanday shunday qo'yiladi. Shunday qo'yiladi. Bu bo'lsa mana endi. Shunday qo'yiladi. Shu shaklda terib ketiladi. Endi birinchi qaysi bir qatirishni o'rgatib beramiz. Birinchi o'rinda bu qatiriladi. Birinchi o'chirda cheka degan karnizimiz. Keyin mana bu 12 santimetrlik profilimiz. Keyin mono qatirib olinadimi? Buni mana bu. Do'stlar, esda qolyapti, razmerlar birma-bir aytib ketyapmiz, iloji boricha, to'g'rimi? Mana shu qatiriladi. Shu qatiriladi. Oxiri delani tiqib solib qo'yilaveradi. Oxirida delani qo'yilinadi. Va mana bu joylardan kesib olib turib, bu yerdan 4 ta joydan kesib turib, tepasidan samarez uriladi. Tepasidan uriladi. Tepasidan uriladi. Sababi samarez ko'rilmaydi. Yopishi ham, cho'ki ham hamma tomonlari yaxshi keladi. Burchaklar juda ham cho'tki, sifatli chiqarilgan. Do'stlar, bu pastda ko'rinishni aytyapmiz. Mana tayyor qotirilgan holati. Mash Sayfin akamiz mash joyida ishlayapti. Polniy tunikafonlarimizni qatirib, mana shunday sifatli qilib chiqarib berilyapti. Tushunarli bo'lyapti deb o'ylayman qolganlarga. O'rtaga dela qatiriladi, bu razmerlarimiz qatiriladi. Keyin delani yonboshlariga mana bu figuralar qo'yib ketiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, delani tugashi bor, ajratib turgan joylar bor. Bu tash joyiga qo'yilib ketadi, to'g'rimi? Bu mo'ng yuzasi bilan teng bo'lib ketadi, bunday qatirganda, to'g'ri? Yuzasi bilan teng bo'ladi. Yana bitta ma'lumot. Ko'pchilikka qiziq bo'lsa agarda. Mana buni prosta kesib turib bukib qo'ysa, mana bu joyi qirrali bo'lib chiqmaydi. Chok bilinib qoladi. Bizda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga pichoq yurgizilgan. Oddiy malyani pichoq bor, pichoqda yurgizib turib, shunaqa bukilsa, sifatli bukiladi. Mana sifatli, qirrali bo'lib chiqadi. Choklari ham bilinmaydi. Ish shunda zo'r bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Albatta. Endi yana bitta sekretni aytib ketaylik. Ko'pchilik do'stlarimiz anaqa o'rtada prostoy kaseta deb qo'yamiz. Biz o'zimiz tilimizda lentasini отдельно qo'yamiz. Mashina bitta qilib chiqib ketganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi ham bunday qisqacha tushuntirib beramiz. 1-2 santimetrdan bo'ladimi? 1-2. 1.25 tunikani 3 ga bo'lingan, rasoddan kelib chiqadi. Endi buni yuzasi ko'rib tursa, bu yonboshi 6 santimetr bo'ladimi? Xo'p, 5,5 santimetr bo'ladi. Bu tili 5,5 bo'ladi. 5,5 santimetr bo'ladi. Bu yonbosh santimetr bo'ladi. Keyin yuzasi. Keyin bu yeri ham 2 santimetr bo'ladi. Tili 1,5 santimetr bo'ladi. Bular kirgani. Tushuntiramiz, oddiy plastikka o'xshagan bo'ladi. Bu tili bo'ladi. Через keyingi tiliga bu yonboshiga tiqib ketilaveradi, to'g'rimi? Tushunarli bo'lishi uchun. Mana shu ustamiz malades tushuntirdi. Bu yonbosh tili через bu tomondan kirgizib, kak plastik singari figura bir-biriga kirib ketaveradi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bu joydan samarasi qatiriladi. Ish juda ham sifatli bo'lib chiqadi shunda, to'g'rimi aka? Albatta. Dohilsa kamchilik bor deb o'ylayman. Bitta kamchiligimiz qolib ketdi. Mana aka, u burchakda qo'yapsiz-ku. U ochilib turgan prostoy kasetan. Ashinisi qolib ketyapti. Yo'q, Buni ham detalni hozir ko'rsatamiz. Moshdagi kichkina profili. Bu qaysi mashq holatda qo'yiladi aka? Shunday holatda qo'yiladi. Qatirilishi. Avvalo orqa tomondan ko'p samarez urish shart emas. 4 metrligiga 3 dona samarez ursa bo'ladi. 3 dona. Chunki vanna olib ketmaydi. Qovurg'asi borligi sababli. Mana bu joyiga bo'lsa, reka ko'pchilik afixlaydi. Afix bo'lmaydi. Reka qo'yish kerak. Reka qo'yib turib, rekaga tiq qo'yilsa bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Do'stlar, maksimal darajada mana shu tunikafonimizni qanday qatirishni sizlarga tushuntirdi deb o'ylayman. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Hamda uyini tunikafon qildirmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga mana shu videoni tashlab qo'yishni esdan chiqarmang, chunki ko'rib turibsizlar, ishlarimiz juda ham sifatli hamda hamyonbop narxlarda bo'lyapti. Endi narxini aytib beramiz do'stlar. Tunikafonimizni 1 kvadrat metri barcha rasodlar ichida nimalar kirib ketadi barcha rasodlar ichida. Ko'rib turgan lesiyalar, reykelar, samarez, uстановка hamma yo'g'ini o'zimiz yetkazib kelib, uylarga mana shunday qilib beramiz. Faqat ustakalarimizga bir mahal obed beriladi. Uzoq joyda bo'ladigan bo'lsa, yotoq sharoitlarini qilib beradi. O'zimiz Andijon akaligimiz, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'lyapti. 1 kvadrat metrni barcha rasodlar ichida 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tunikamizni qalinligi 0,4 qalinlikda Toshkent metalurgiya zavodining tunikasi bo'ladi aziz do'stlar. Qimmatbaho vaqtinglarni ayamasdan videorolikimizni oxirigacha kuzatib kelganlar uchun albatta kattakon rahmat. Sizlar Erkin Tunikafon kanalini kuzatib bordinglar. Videomizga bir dona like bosib ketish esdan chiqmasin do'stlar.